Musa alayhissalom kelib Firavunni qavmini islomga chaqirganida ular qani payg'ambarligini ko'rsat. Dedi, mo'jiza ko'rsatsalar, buni sehrgarlar ham qiladi. Bo'pti, chaqir sehrgarlaringni. Sehrgarlarini xalqni to'plab turib o'rtaga tashlab Musa alayhissalom aytdi, nima? Sizlar oldin tashlaysizlarmi? Menmi? Sehriylarni, men mo'jizamni. Biz oldin tashlaymiz deb qo'lidagi hassa arqonlarni sehrgarlar tashlavdi, odamlarning ko'ziga ilon bo'lib yurib qoldi haligilar. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib sanam hassangni tasha dedi. Musa alayhissalom hassalarini tashlavdi, ajdar bo'lib ilonlarni yutdi. Shunda darhol sehrgarlar yugurib kelib Musa alayhissalomning oyoqlariga o'zlarini tashab, biz iymon keltirdik, tamom dedi. Chunki ular sehrgarni biladi. U Musa alayhissalomning sehr emasligini darrov hammadan birinchi bo'lib tushundi.